Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana navbatdagi Fayzli xonadonlarimizga tashrif buyurdik. Bu xonadonimizga derazalariga kombo pardalarimiz ko'rib turganingizdek aboylarga mos kelgan holatda tanlangan. Eshiklariga dikey pardalarimizni ikki yonini kombinatsiya qilib berdik. Bularni yopib qo'yganingizda mana shunday juda chiroyli manzara aks etadi. Yana zich holatga ham keltirsa bo'ladi. Hech qanday yorug'lik, issiq o'tkazmaydi. Xohlagan joydan chiqib kirsa bo'ladi. Xuddi shunday teraskalariga, eshiklariga dikey, derazalariga kombo. Ko'rasizlar, baho berasizlar. Kimga shunday xizmat kerak bo'lsa, murojaat qilasizlar. Olib borib qo'yib berishlar ichida bo'ladi. Bular ham zich holati xuddi shunday, hech qanday yorug'lik, issiqlik o'tkazmaydi. Pardani tashqaridan ko'rinish holati mana aka, dikeyni.